Assalomu alaykum tovuq ishqibozlari. Lamon Sandy germanskiy zot. Yiliga 300-310 ta tuxum beradi. Tuxum yo'nalishida boqiladi. Bu tovuqlarimizdan hozircha 3000 ta Samarqand shahariga olib borib berdik. Mana bu turgan joylari egalarining o'zini joyi. Bu akamiz o'tgan safar ham bizdan 4000 ta olgan edi. Bu safar yana 3000 ta oldi keyingi partiyasiga. Hozir mana shu xuddi shu tovuqlarimizdan yana bor 7000 ta tovuqimiz bor sotuvda. Ularni donaga 65 ming so'm sotilyapti. Ob'yom bo'ladigan bo'lsa chekilishtirib berilyapti. Ob'yomga kelishyapmiz. Manzil Toshkent, Nazarbekda bemalol kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Donali oluvchilarni sexga kirgizilmaydi. Shuni hisobiga boshqa joyga aholiga olib chiqib qo'yamizda, o'sha yerdan beramiz. Chunki hali dona oladiganlar mashincha tovuq bor deyapsiz-ku, borsak ozgina tovuq turibdi deb aytishyapti. Shuni hisobiga shundan ma'lumotni berib o'taman. Chunki hali misol nimaga firmaga kirish kerak bo'ladigan bo'lsa 1000 tadan oshiq olgan odamga keyin kiritadi katta firmaga. Shuni hisobiga 20 ta 30 taliklar 10 taliklarimiz bemalol kelib Toshkent shahar Nazarbekdan olib ketishlari mumkin. Dastavkalarimiz bor. Dastavka pullari alohida hisoblanadi. Tovuqlarimizda hamma vaksinalari to'liq qilingan, ratsion asosida boqilgan 75 ming ta tovuq boqiladigan firmadan oshib qolgani, ortib qolgani sotilyapti. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar.